Yaqinli arab tilida hammani qo'rqitadigan harf bu ayn harfi hisoblanadi. Ya'ni ayn harfi o'zbek tilida talaffuz jihatidan muqobili yo'q va qanday talaffuz qilinishi o'zbek tilida kuzatilmagan harflar sirasiga kirganligi sababli ayn harfi o'zbek tilida eng qo'rqinchli harflardan biri hisoblanadi. Ya'ni ayn harfini talaffuz qilish bu biz halqumni uchga bo'lgan edik, ya'ni halqum tubi, halqum o'rtasi va halqum yuqori qismi. Halqum o'rtasida halqumni bir oz siqilishi orqali, halqum o'rtasini bir oz siqilishi orqali ayn harfi talaffuz qilinadi va ayn harfini muqobilida, ya'ni ayn harfi bilan mahrajdosh bo'lgan harfni biz ayn harfi bilan mahrajdosh bo'lgan harfni biz ha harfini, ya'ni o'rgangan edik avvalgi darslarimizda va mana shu harfda ha harf sirpanib halqum o'rtasidan chiqardi va ayn harfiga kelganda ayn harfida halqumdan ayn sirpanib emas, balki ay biroz siqilish orqali talaffuz qilinadi. Ya'ni u ayn harfini harakatli talaffuz qilish ayn harfini sukunli talaffuz qilishga nisbatan biroz murakkabroq bo'lganligi uchun yangi o'rganayotganlarga tavsiya qilinadigan yo'nalish bu ayn harfini sukunli holatda talaffuz qilishni mashq qilish. Ya'ni ayn harfidan avval a, i, u ni olib kelib u shaklida talaffuz qilish maqsadga muvofiq. Ayn harfini mahrajini aytdik. Mahraji halqum o'rtasidan siqilib chiqadigan harflardandir va keyingi sifatlariga to'xtaladigan bo'lsak, ayn harfimiz ham ingichka, ya'ni istifoli harflar sirasiga kiradi va ayn harfimiz jahr, ya'ni havosiz talaffuz qilinadi. Agar biz ayn harfini havo bilan talaffuz qilsak, ha tovushiga aylanib qoladi. Va ayn harfida keyingi sifati o'rtacha ushlanishlik, bu bayniya sifati hisoblanadi. Ya'ni ayn harfi sukunli holatda keladigan bo'lsa, deb cho'zib yuborishlik yoki qisqa holatda ushlashlik durust bo'lmaydi va o'rtacha shaklida talaffuz qilinadi.